Ushbu videoda Amudaryo platformasining ob-havo prognozi paneli bilan tanishib chiqamiz. Bu bo'lim orqali meteostansiyalardan kelayotgan real vaqt rejimida ma'lumotlarni hamda haftalik va soatbay ob-havo bashoratlarini qulay kuzatib borishingiz mumkin. Chap tarafdagi menyuda platformaning asosiy bo'limlari joylashgan. Hozir biz ob-havo prognozi sahifasidamiz. Tepadagi paneldan kerakli meteostansiya va uning joylashuvini tanlaysiz. Masalan, Farg'ona viloyatidagi stansiyamiz tanlangan. Bu yerda qurilmaning seriya raqami, oxirgi marta ma'lumot qachon yangilangani hamda akkumulyator quvvati darajasi darhol ko'rinib turadi. Ekranning yuqori qismida yaqin bir hafta uchun ob-havo prognozi kartochka ko'rinishda berilgan. Har bir kun uchun kutilayotgan eng yuqori va eng past harorat, quyoshli yoki bulutli holat, taxminiy yog'ingarchilik miqdori hamda shamol tezligi aks etgan. Bu dehqonchilik ishlarini oldindan rejalashtirishda juda ham qo'l keladi. Markaziy qismda esa dehqon va fermerlar uchun eng muhim 5 ta tahliliy tugma joylashgan. Agroprognoz umumiy qishloq xo'jaligi tahlillari, ekin ekish payti va dori sepish payti kimyoviy ishlov berish va ekish uchun eng maqbul vaqtni ko'rsatib beradi. Shuningdek, tuproqning o'tkazuvchanligi hamda mavsumiy prognoz bo'limlari orqali chuqurroq tahlil olishingiz mumkin. Sahifaning pastki qismida prognoz ma'lumotlari jadval o'rin olgan. Bu yerda har bir soat bo'yicha aniq ma'lumotlar beriladi. Havo harorati, seziladigan harorat, yog'ingarchilik va qor ehtimoli, bulutlilik, shamol tezligi va yo'nalishi, shuningdek namlik hamda bosim ko'rsatkichlari. Agar ushbu ma'lumotlarni o'zingizga yuklab olmoqchi bo'lsangiz, jadvalning o'ng yuqori qismidagi yashil Excel tugmasini bosishingiz kifoya. Ekranda agroprognoz oynasi ochilgan. Bu yerda siz tanlangan meteostansiya doirasida qishloq xo'jaligi uchun zarur bo'lgan barcha iqlimiy ko'rsatkichlarni bitta joyda tahlil qilishingiz mumkin. Oynaning eng yuqori qismida joylashuvning aniq geografik koordinatalari, ya'ni 40,100 dan 48 gradus shimoliy kenglik va 70,100 dan 58 gradus sharqiy uzunlik hamda ushbu nuqtaning dengiz sathidan 374 metr balandlikda joylashgani ko'rsatilgan. O'ng tarafdagi meteooblu belgisi esa ushbu ma'lumotlar xalqaro agrometeorologik bashorat tizimi asosida shakllantirilayotganini bildiradi. Birinchi grafikda haftalik havo haroratining tebranishi aks etgan. Tepadagi gorizontal satrda haftaning 7 kuni. Chorshanba 29-iyuldan boshlab seshanba 4-avgustgacha bo'lgan sanalar joylashgan. Har bir kun ostida soatbay vaqtlar 6:00, 12:00 va 18:00 ko'rsatilgan. Sariq va qizil to'lqinlar kunduzgi qizish va quyoshli soatlarni bildiradi. Qora yarim oy belgilari esa tunda havo harorati qanchagacha tushishini va tungi salqinlik vaqtini ko'rsatadi. Yondagi vertikal shkala bo'yicha ko'rib turganingizdek, ushbu kunlarda kunduzgi harorat 38-39 darajagacha ko'tarilishi, tunda esa 24 darajagacha tushishi kutilmoqda. Ikkinchi grafikda yog'ingarchilik va bulutlar balandligi tahlil qilinadi. Ustunlar va ko'k chiziqlar kutilayotgan yog'ingarchilik miqdorini millimetrda hamda ehtimolligini foizda ko'rsatadi. Hozirgi holatda barcha kunlarda yog'ingarchilik 0 ga teng, yaqin kunlarda yomg'ir kutilmayapti. Kulrang dog'lar va o'ng tomondagi balandlik shkalasi esa osmondagi bulutlarning joylashuvini anglatadi. Grafik ostidagi yashil, sariq va qizil chiziq esa dori va o'g'it sepish uchun sharoitni baholaydi. Yashil rang dori sepish va texnika ishlatish uchun optimal sharoit. Sariq rang ehtiyotkorlik talab etiladigan o'rtacha sharoit. Qizil rang esa noqulay ob-havoni bildiradi. Uchinchi grafik bug'lanish va nisbiy namlik ko'rsatkichlariga bag'ishlangan. Vertikal yashil ustunlar o'simlik va tuproq yuzasidan suvning kunlik bug'lanish sarfini millimetrda ko'rsatadi. Masalan, kuniga 7,2 va 8,3 millimetrgacha suv bug'lanishi kutilmoqda. Egri ko'k chiziq va o'ng tarafdagi foiz shkalasi esa havo namligining kun davomidagi tebranishini aks ettiradi. Kunduz namlik tushib ketadi. Tunda esa 60-70% gacha ko'tariladi. Bu ma'lumotlar sug'orish me'yorini aniq belgilashga yordam beradi. Eng pastdagi 4-grafik shamol rejimini ifodalaydi. Ochiq ko'k chiziq shamolning soatbay o'rtacha tezligini km/soatda ko'rsatadi. Tepadagi qora chiziq va to'lqinlar kutilayotgan shiddatli shamol, ya'ni shamol esishining maksimal darajasini anglatadi. Grafik ustidagi kichik strelkalar esa shamolning qaysi tomondan esayotganini, ya'ni yo'nalishini ko'rsatadi. Eng pastdagi matnda esa ushbu ma'lumotlar oxirgi marta qachon yangilangani qayd etilgan. Ekranda ekin ekish payti moduli ochilgan. Bu bo'lim turli xil ekin turlarini ekish va urug' qadash uchun ob-havo hamda tuproq sharoitlari qanchalik mos kelishini tahlil qilib beradi.
Yuqori qismda joylashuvning aniq geografik koordinatalari hamda dengiz sathidan 374 metr balandlikda joylashgani ko'rsatilgan. Ushbu tahlillar Xalqaro Meteobloy agrometeorologik tizimi ma'lumotlari asosida shakllanadi. Eng tepadagi grafikda ikki xil muhim ko'rsatkich berilgan. Qizil to'lqinli chiziq tuproq haroratining kunlik tebranishini ko'rsatadi. O'ng tarafdagi qizil shkala bo'yicha ko'rib turganingizdek, ushbu kunlarda tuproq harorati kunduzi 39-43 darajagacha qizib ketmoqda. Tunda esa 23-27 darajagacha tushmoqda. Ustunlar ko'k va havorang kutilayotgan yog'ingarchilik miqdorini millimetrda ko'rsatadi. Hozirda yog'ingarchilik 0 ga teng. Pastki qismda esa muayyan ekin turlari bo'yicha ekish sharoitining baholanishi ko'rsatilgan. Bu yerda makkajo'xori, kungaboqar, bug'doy, arpa, kartoshka va qand lavlagi kabi ekinlar berilgan. Har bir ekin ostidagi gorizontal chiziqlar haftaning 7 kuni va soatlarini aks ettiradi. Ekish uchun sharoit ranglar orqali baholanadi. Yashil rang ekish uchun eng optimal, ya'ni ideal sharoit, sariq rang o'rtacha mos sharoit. Masalan, yuqori harorat yoki namlik yetishmasligi sababli ehtiyotkorlik talab etiladi. Qizil rang ekish tavsiya etilmaydigan noqulay sharoit. Ekranda ko'rib turganingizdek, barcha ekinlar uchun haftalik bloklar sariq rangda turibdi. Bu yuqori tuproq harorati va qurg'oqchilik sababli ekish sharoiti o'rtacha darajada ekanligini anglatadi. Ushbu modul orqali har bir ekin turi uchun ekish vaqtini to'g'ri tanlab, urug' unuvchanligini oshirishingiz mumkin. Ekranda dori sepish payti moduli ochilgan. Ushbu bo'lim ekin maydonlariga kimyoviy ishlov berish, ya'ni dori va o'g'it sepish uchun ob-havo sharoiti qanchalik xavfsiz hamda samarador ekanligini baholab beradi. Oynaning yuqori qismida meteostansiyaning aniq geografik koordinatalari va dengiz sathidan 374 metr balandlikda joylashgani ko'rsatilgan. Tahlillar Xalqaro Meteobloy agrometeorologik tizimi ma'lumotlari asosida shakllantirilgan. Eng tepadagi birinchi grafikda kun va soatlar kesimida dori sepish imkoniyati rangli indikatorlar orqali ko'rsatilgan. Yashil rang dori va o'g'it sepish uchun eng optimal, ya'ni qulay va xavfsiz vaqt. Sariq rang o'rtacha sharoit, ya'ni ehtiyotkorlik talab etiladigan vaqt. Qizil rang kuchli shamol yoki yuqori harorat sababli dori sepish umuman tavsiya etilmaydigan noqulay vaqt. Ekranda ko'rib turganingizdek, kunning asosiy qismida qizil rang ustunlik qilmoqda. Faqat ma'lum soat oralig'ida yashil va sariq bo'laklar paydo bo'ladi. Ikkinchi grafik shamol ko'rsatkichlariga bag'ishlangan. Dori sepishda shamol eng asosiy omillardan biridir. Havorang chiziq shamolning soatbay o'rtacha tezligini ko'rsatadi. To'q ko'k chiziq kutilayotgan shiddatli shamol, ya'ni shamolning keskin va kuchli urish darajasini aks ettiradi. Yuqoridagi kichik strelkalar shamol qaysi tomondan esayotganini ko'rsatadi. E'tibor bersangiz, aynan shamol tezlashgan va cho'qqiga chiqqan soatlarda birinchi grafikdagi indikator qizil rangga o'zgargan. Uchinchi grafikda havo harorati va yog'ingarchilik tahlil qilinadi. Qizil to'lqinli chiziq haroratining tebranishini ko'rsatadi. O'ng tarafdagi shkala bo'yicha kunduzi harorat 37-41 darajagacha ko'tarilmoqda, tunda esa 21-25 darajagacha tushmoqda. Ko'k ustunlar kutilayotgan yog'ingarchilik miqdorini bildiradi. Hozirda yog'ingarchilik kutilmayapti. Juda yuqori haroratda dori tez bug'lanib ketishi sababli salqin va shamolsiz vaqtni tanlash tavsiya etiladi. Ushbu modul yordamida dori va o'g'itlarni isrof qilmasdan eng samarali va xavfsiz vaqtni aniq belgilashingiz mumkin. Ekranda tuproqning o'tkazuvchanligi moduli ochilgan. Ushbu bo'lim namlik va ob-havo sharoitidan kelib chiqib, ekin maydonlarida og'ir qishloq xo'jaligi texnikalari hamda transport vositalarining harakatlanish imkoniyatini baholaydi. Yuqori qismda joylashuvning aniq geografik koordinatalari va dengiz sathidan 374 metr balandlikda joylashgani ko'rsatilgan. Tahlillar Xalqaro Meteobloy agrometeorologik tizimi ma'lumotlari asosida shakllanadi. Grafikda tuproqning 4 xil asosiy turi bo'yicha ko'rsatkichlar berilgan. Qumli tuproq, soz tuproq, loyqa va loy. Har bir tuproq turi kesimida haftalik kunlar va soatbay vaqtlar kesimida texnika harakatlanishi uchun sharoit aks ettirilgan. Pastki o'ng burchakdagi rangli shkala texnika o'tkazuvchanligini anglatadi. Yashil rang yuqori o'tkazuvchanlik, ya'ni texnika va traktorlar yerga botmasdan erkin harakatlana oladigan optimal sharoit. Sariq rang o'rtacha sharoit, ehtiyotkorlik talab etiladi. Qizil rang yomon o'tkazuvchanlik, ya'ni tuproq o'ta yumshoq yoki loy bo'lgani sababli texnika botib qolish xavfi yuqori bo'lgan vaqt. Ekranda ko'rib turganingizdek, qumli tuproqda faqat yashil va sariq qatlamlar mavjud bo'lib, texnika harakati uchun qulaylik yuqori. Boshqa tuproq turlarida esa pastki qatlamlarda qizil zona saqlanib turibdi.
Ushbu modul yordamida dala ishlariga texnikani olib kirishdan oldin yer holatini to'g'ri baholab, mashinalar shikastlanishi va botib qolishining oldini olishingiz mumkin. Ekranda mavsumiy prognoz moduli ochilgan. Ushbu bo'lim yaqin oylar uchun harorat va yog'ingarchilikning ko'p yillik me'yordan qanchalik farq qilishini, ya'ni iqlimiy anomaliyalarni uzoq muddatli tahlil qilib beradi. Oynaning yuqori qismida joylashuvning aniq geografik koordinatalari ko'rsatilgan bo'lib, tahlillar xalqaro meteoblio tizimining ansambl prognoz modellari asosida shakllantiriladi. Eng tepadagi qismda kelgusi 6 oy uchun ikkita asosiy anomaliya grafigi berilgan. Chap tomondagi grafik oylik o'rtacha harorat og'ishini ko'rsatadi. Turli rangli chiziqlar har xil iqlim modellarini anglatadi. Chiziqlarning 0 dan yuqori turgani yaqin oylarda havo harorati ko'p yillik me'yordan issiqroq bo'lishini bildiradi. O'ng tomondagi grafik oylik umumiy yog'ingarchilik og'ishini aks ettiradi. Bu yerda ham iqlim modellarining prognozlari berilgan bo'lib, yog'ingarchilik me'yordan ko'p yoki kam bo'lishi tahlil qilinadi. Pastki qismda esa iqlimiy o'zgarishlar hududlar va oylar kesimida xaritalar ko'rinishida tasvirlangan. Chap ustundagi xaritalar oylar bo'yicha harorat anomaliyasini ko'rsatadi. Sariq va jigarrang tuslar harorat ko'p yillik me'yordan yuqori, ya'ni issiqroq bo'lishini bildiradi. O'ng ustundagi xaritalar yog'ingarchilik anomaliyasini aks ettiradi. Jigarrang hududlar me'yordan kam yog'ingarchilikni, ya'ni qurg'oqchilikni, ko'k yashil hududlar esa me'yordan ko'p yog'ingarchilikni anglatadi. Eng pastdagi xaritalarni to'g'ri tushunish uchun rangli shkalalar joylashgan. Harorat shkalasi ko'k rang sovuqroq, sariq va qizil ranglar esa me'yordan necha daraja issiqroq bo'lishini graduslarda ko'rsatadi. Yog'ingarchilik shkalasi jigarrang tuslar yog'ingarchilik yetishmovchiligini, ko'k va yashil tuslar esa qo'shimcha yog'ingarchilik miqdorini millimetrda anglatadi. Ushbu mavsumiy prognoz orqali uzoq muddatli qishloq xo'jaligi strategiyasini va ekin rejasini to'g'ri tuzib olishingiz mumkin.